Ro'za Ramazon oyida saharlikka uyg'onmasdan, budilnikka eshitmasdan uxlab qolganlar bo'lgan Morilada mandagacha xuddi shunaqa bo'ldi. Soat 2 da hamma somsa Napoleon xamirlarimiz zakazga o'rab, morozelkaga qo'yibman, 1 soat dam olib, keyin turib saharlikka ovqat qilaman deb shu bilan budilnikka eshitmay uxlab qolib 5:40 da 4 minut ichida na ovqat bor, na vaqt bor, sirazi suv choy ichib hamma og'zini yofordi. O'shaning uchun bugun chiroyli qilib iftorlikka narsalar tayyorlashga va aybimni yuvishga harakat qildim. Bilan tuxumlarni qaynatib qo'yib, balish uchun xamirlarni qorib qo'ydim. Ular pishguncha bo'lsa, Bavi super очистительda oshxonamni birsida tozalab oldim. Super очистительni bemalol chirklarni yuvib tushirishga, bolajonlarning kiyimlarini dog'lariga, dasturxon sochiq dog'lariga ishlatsanglar bo'ladi. Issiq suv bilan foydalansanglar, birpasda rezultatini sezasizlar. Qo'lga bezarar, umuman allergiya bermaydi. Hayitgancha yana o'sinjonlar, yaqinda hayit ayyomlari kelyapti. Hamma ayollarimiz uydagi pardalarni yuvishadi. Birinchi ivitib, keyin qo'lda ishqalab, endi unaqa qilishinglarni hojati yo'q. Shunchaki Bavini olasizlar, kir moshinaga solasizlar va 60 gradusda pardalarni yuvorsanglar, top-toza qilib yaltiratib, osongina va tezlik bilan yuvib beradi. Hamma narsalarimni oqartirib yuvib bo'lgandan keyin lag'monni harakatini boshladim. Birinchi go'shtga, keyin so'yani solib, ziravorlarni solib, ketidan hamma masalliqlarni sovorib, lag'monni chiroyli qilib qo'rib qo'ydim. Hayitgancha lag'monni cho'zma lag'mon qilishni umuman bilmayman. O'shaning uchun o'zim qo'llarim bilan kesma lag'mon qildim. Lag'monni hamma narsasini tayyor qilib bo'lgandan keyin balishni boshladim. Balishni ko'rib turganingizda uyda qolib ketgan barcha masalliqlardan foydalangan holda xamirini tayyorlab olib, uni ham tovuqli balish qilib 40 minutga duxovkaga chiroyli qilib solib qo'ydim. Balishlarim 40 minutda qizarib pishguncha men bo'lsa salat harakatini boshladim. Tovuqli salat qildim. Bu yerda jo'xori ham bo'lishi kerak edi, lekin aynan videoda ko'rgandan keyin esimga tushib qoldi. Shoshganimdan solmanman. Shunaqa qilib bugungi meni iftorlikka menyularim xuddi shunaqa bo'ldi.